Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, sog'-omonmisizlar. Zo'r Mestadan uy-joy qidirib yurgan obunachilarimiz bo'lsa, 1 xonali, 3 xonali, 4 xonali kvartiralar sotiladi. Yana skidka narxida bo'ladi. Bir hafta ichida shashlik qilsangiz skidka narxda bo'ladi. Adresini tushuntirib o'tamiz. Yaxshilab eshitinglar. Ekranlarda telefon nomerini ham chiqarib qo'yaman. Ko'p odam menga uradi, yanglishib, ekrandagi nomerga telefon uraverasizlar ma'lumotlar uchun. Biz hozir Urganch tumani, ya'ni Rosenterda Abbos aptekaning yonidamiz. Bu tarafimizda Abbos apteka bo'ladi. Rosentir hokimiyat tarafdan Abbos apteka qarab yurib kelaverasiz. 10 tarafda Orientir zo'r Mestada joylashgan. Bu yonimiz Urganch Rosentir giyim bozori bo'ladi. To'g'ri chapga ketadigan bo'lsak, Shavot tarafi, to'g'ri ketadigan bo'lsak, Ko'na mashin bozor tarafiga ketadi. Aytganimdek, ekranlarda nomerini chiqarib qo'yaman. Bera 19-Damas avtobuslar keladi. Esa boshladi, qo'llab-quvvatlab turinglar. Shuni uy olaman deb o'tirganlar bo'lsa, bir tashak qo'yinglar bu videomizni. Ketdik boshlaymiz. Qaranglar, Abbos aptekaning yonginasida joylashgan. G'idaylar bir 20 metr kelasiz. Xudo xolasa ajoyib Mesta. Yana 50 xo'jalik bo'ladi ekan bu yerda. 2 podiz, her podizda 25-25 dan 5 etajli bo'ladi. Yana aynalar ham e'tibor qilinglar, ham beri aqua bilan. Qarang, endi bu yerda berimiz polni xudo xolasa 15-20 kunda bitadigan bo'lib qoldi bu joyimiz. Shu polnisi asfalt bo'ladi, 2 dona besetka bo'ladi. Bolalar maydonchasi gazondan qo'yiladi. Xudo xolasa ko'rasizlar. Ichan qismini ham ko'rsataman. Ham bitish nechik bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bir rasmini ham qo'yib ketamiz shöyle. Nechik holatda bo'lishini. Hozirgi holati bu. Yana 5 etajli bo'ladi. Keyin yana aytamiz, podizlarına eshiklari qo'yilib, podizni o'zi noto'ji patolog bo'ladi. Polni remont qilib beriladi. Har bir xonadan qaranglar, 2 tarafli balkon bo'ladi. Yana bir taraf oldindan bo'ladi, ham orqa tarafdan ham balkoni bo'ladi. Balkonlarni ham akvadan qo'yilgan. Xudo xolasa ichan qismini ham ko'rsataman. Ha, yana bir narsani aytayın. Hamma yeri 100% pishgan karushdan bu. Yana 100% pishgan karushdan qurilib turibdi. Keyin kanalizatsiya bo'yicha nechik bo'ladi deydigan obunachilar bo'lsa, kanalizatsiyamiz sentralniy kanalizatsiya bo'ladi. Ichan qismini ko'rsataman. Dokumentdan muammo umuman bo'lishi mumkin emas. Yana berimiz polni avtoturargoh bo'ladi. Chiziqlardan chizib beriladi. Bemalol xudo xolasa. Aytganimdek, отдельный женский besetka, murskoy besetka 2 danasi qo'yilib beriladi. Bir ichan qismini ko'rsatib beramiz. Yana berimizda polni demir darvozalar ajoyibundan qo'yilib, polni bera perelalar ham qo'yiladi, podizlar remont qilib beriladi. Yuqori qismlari noto'ji patolog bo'ladi. Yana uyni xonadonni glavniy eshigine demir darvoza ham qo'yib beriladi. Demir darvoza ham prostoy emas. Xo'p, qaranglar. Keyin kelib almashtirib netib o'tiraman demaysiz, polnisti zo'rindan qo'yilib beriladi. Tayyorda. Yana firmaning adi Xorazm Elegant House hisoblanadi. Berimiz 3 xonali, 3 xonali, 3 xonali, berimiz 1 xonali. Hozir endi yuqoridan chiqarib bedayni ustoni vajlari dutda ekan. Qarang. Bu yerda zo'r qulaylik tarafini aytib o'tib ketaman. Bu yerda chaga darsh ko'tarib yuqoriga chiqib yurmaysiz. Polni firmaning o'zi siz teshga qilib beradi. Tayyor. Keyin siz o'zingiz xolang shpakulovka tortib, oboya tortib, xolang atachon to'qilasib o'zingizdan moslayverasiz. Yengil shu malyarka ishi qiladi ozgina. Qarang, girgan yerimiz bera umanlik qo'yib, bera perixoshkalarni zotib berasiz, dim keng aytib olingan. Xudo xolasa, yana bu yon tarafimiz kuxniya bo'ladi. Kuxniya ham keng demaxotlar qoldirilgan. Qaranglar, o'zi hamma narsa kanalizatsiya plastik turbalari tushirilgan. Bera kuxniyani zotib beradigan bo'lsangiz, bu yonda yana kuxniyni uqaloq qo'yib ham joy ko'p. Hem uzun. Qarang, berimiz 3 xonali kvartira. Yana zo'r yeri, sanuzelni alohida qilganlar. Berimiz yana banisi, bu yonimiz hojatxonasi. Yana. Keyin berimiz spalni bo'ladi. Kattagina deb olingan. Xo'p, bu yon tarafimiz detskiy spalni bo'ladi. Bu yonimiz yana zal. Xonalarni вообще katta deb olingan. Endi hozir kamerada kichkina bo'lib ko'rinishi mumkin. Aytganimdek 100% hamma yer steyashga qilib beriladi firma tomonidan. Endi kvadratlarına keladigan bo'lsak, kvadratlarni ham aytib ketaman. Bu yerda bir xonali kvartiramiz 47 kvadrat hisoblanadi. 2 xonali kvartira yo'q bu yerda. 3 xonali kvartiramiz 75 kvadrat. Yana 3 xonali kvartiramiz 86 kvadrat. Yana 4 xonali kvartiramiz bor ekan 100 kvadrat. Yana kengligini qaranglar, dim keng etib olingan. Videoni oxiridan o'tkazmang ko'ringlar, skidka qilib beraman deb turibdi. Videoni oxirida aytib o'taman.
Qaranglar. Birimiz detskiy xonamiz, bir yerda bir spalniy xonamiz, bir yerda yine zal xonamiz. Yine Xudo xolasa arka xonalarni ham ko'rsatib beraman. Kim ham ma'qul kelsa, xohlaganini tanlab boraverasizlar. Hozir bir xonali bir ilk aytganimning yuqorida ko'rsataman bir xonasini. Yine dum keng etib olingan. Xonalar hozir kamerada kichkina ko'ringan, kelsangiz keng orqayin bu koridorlar ham keng etib olingan ekan. Mestaga bu umuman gap yo'q. Bir klass bosib beringlar. Yine Mestasi super. Elektr montaj ishlari bo'yicha uyingizda masalan konditsionerni 2 dan 3 dan ishlatadigan odamlar bo'ladi. Tok simlarini ichga ekan deganlar uchun eng zo'ri, eng qimmatidan o'tirilgan. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, ayrim domlarda ya shunning yarim plan joylarda sotilib turgan joylarda shu nima deydi, egasidan ketincha deydi-ku, shunday narsalar ishlatiladi. Bu yerda faqat sifatli narsa. Qaranglar, endi bu yerda kanalizatsiya turbalari eng zo'ri, eng qimmati, ya'ni 2 yil 3 yildan keyin do'shilib qoladi, umuman problema bo'ladigan narsalar ishlatilmagan. Sifatli narsa, faqat sifatga urg'u berganlar bemalol xudo xolasa ko'raverasizlar. Narxina keladigan bo'lsak, 5 million so'mdan 6 million so'mgacha, ya'ni xonadonlarning joylashuviga qarab narx chiqariladi. Shu narsalarni xudo xolasa skidka qiladilar bir hafta davomida. Yine xonalarni bir ko'rsataman. Hozir bir xonali kvartirasini ham ko'rsatib beraman. Ko'rasizlar, bir xonali kvartira ham ichlikini men o'zim ham ko'rmadim, birgalikda ko'ramiz. Yine xonalarim katta-katta etib olingan ekan, super. Bu yerda aytganim faqat shu galasiz ozgina ya aboya ya atacho'nta o'zingizga moslab to'g'rilaysiz. Oyoq tiklaridan e'tibor qilgan zinalar mramordan qo'yib ishlangan. Xo'p, bir xonalisini topamiz endi ikkinchi etajda. Qaranglar, bir xonali shu to'g'rida bo'lsa kerak yine. Bir xonali kvartiramiz girganning buyonimiz sanuzel hisoblanadi ekan. Buyonimiz zal qismi. Nereye ketdi bu zal? Zalına qarang. Xo'p, birimiz kuxnya bo'ladi. Yine bir xonali kvartira. 147 kvadrat bo'ladi. Bir hafta davomida agar xudo xolasa kelib murojaat etadigan bo'lsangizlar, aksiya narxda xarid qilsa 10% dan 20% gacha chegirma bo'lib turibdi. Telefon nomerini aytib o'taman: 99 521 1100. Xohlasangizlar barter deysizlarmi, farqi yo'q. Barter desangizlar barter ham beriladi. Batafsil ma'lumotlarni ekranlarda nomerini chiqarib qo'yaman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa yine 25 xonadan bir podyezdda, 25 xonadan bir podyezdda 50 dona xonadan bo'ladi bu yerda. Hech qanday dokumentdan muammo yo'q. Arqayim bo'lib bemalol murojaat qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.